Hürmetli vatandaşım, endi ikinci katımlık leksiyemizle başlayımız. Biz bu leksiyemiz yana okşaşla İkinci Dünya Urushini hatırlaş. Rus ve Cumhur'u hatırlandı. Mavzuluk makale 3. ayının 27. günü Amerika Ovozinin Xitay Tel programması ilan kılındı. Biz bugün yani şu makalının mazmununu tanıştırırız. Bu mavzularda bu yıl belki köp kıtım toxtalışımız mümkün. Çünkü bu Rus-Xitay münasebeti əməliyyatda Uyg'urning takdirini belgiləydigan münasebet bulup kelgen tarixte bu yıl qaraganda Rossiya mı, Cumhur mu bu tarixni qayta əsləydigan ve qayta hatırlaydigan. Yani İkinci Dünya Urushining qalbisi hatırlaydigan işlerini bu yıl başlaydı. Şuna biz Uyg'urlarni hem bunu da xabar tepişimiz. Bu temada yani Uyg'urlar münasebetlikmiş temada köprek sözleşimiz mümkün. Şuna vatandaşlarning dikkat qilishini ümit qilaman. Maqala shunday başlandı. Cumhur ve Rusya devletleri Cumhur'un reisi Xi Jinping'in Cumhur harbiy vakillar ömrünü başlap 5. ayda Moskova'da Kızıl Meydan'da ötküzüldüğün İkinci Dünya Urushining g'alabisining 70 yilligini hatırlash yuzasidan tashkillangan harbiy paradni yoki ko'rakka qatnashadiganligini, undan keyin Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning 9 ayda Beijingda o'tkaziladigan Ikkinchi Dünya Urushi g'alabasi va Yapon qarshi urush g'alabisining 70 yilligini hatırlash yuzasidan tashkillangan harbiy parad va ko'rak qatnashadiganligini jakardi. Reis Xi Jinping ile Prezident Vladimir Putin İkinci Dünya Urushining g'alabasini hatırlash nomida bir-birini madhiyalab, tashqi dunyoning Rossiya-Xitoy munosabatlariga diqqat qilishini keltirib chiqardi. Onun ustiga Merkezi Komitə Sekretariatının sekretari Janshu Reis Xi Jinping'in alaylı elçisi bulup yakında Moskvaga berip Prezident Vladimir Putin bilen görüşüp iki devlet münasebeti alaylı münasebet degan ibaretni madhiyalab osmon bilak chiqardi. Cumhur nima uchun Amerikani emas, balki Rossiyani tanlab Ikkinchi Dünya Urushining 70 yilligini o'rta xotirlamoqchi bo'ldi. Yani bir yer demekçi bulunur, mağaldı körüsülgen mezmunluğu. Şart şukenki, asli İkinci Dünya Urushining g'alabasini tabriklash kerak bo'lsa, Cumhur hükümeti Amerika bilan bir meydanda turish kerak. Çünkü Cumhurni azat qilgan devlet Amerika. Nimaga Rossiyani tanlab oldi deb savol qo'yib Abdurum. Lekin shuning yuqori darajali partiya mulozimi sifatida Rossiyani ziyorat qilishi qanday alaydi ma'noga ega. Bugün münazara qatnashgan 4 nafar alaylı mehmonlarning tizimligi tuvandikicha deb boshlaydi Amerika Ovozi Radiosi Xitay Tel programmasi. Dünya gazetining muavin bosh tahriri Wi Biju, Cumhur xalq ishidan kelgan olim Wang Kang, Princeton Universiteti jamiyatshunoslik fanlar doktori, yetkilish masalasi tadqiqotchisi Qin Shaoning apandi. Siyasi obzorchi iqlim masalalar tadqiqot Chimpokong apandi qatorliq olimlar bugun o'tkazilgan muhokama munozara yig'inida qatnashdi. Wang Kang apandi bunday ko'rsatdi. Sobiq Sovetlar ikki qatim Jumhurning manfaatiga ziyon solgan. Sobiq Sovetlar 1941-yil Yaponiya bilan Rossiya betaraf turish shartnomasini imzolab, 1945-yil Amerika, Angliya qatorliq davlatlar bilan sobiq Sovetlar Yalta maxfiy shartnomasini imzolagan. Prezident Vladimir Putin ehtiyot qiladigan odam bo'lib qolmasdan shunday ishongilib bo'lmaydigan siyosiy rahbardir. Beijing avval tarixni hurmat qilish kerak. Yapon qarshi urushga rahbarlik qilib g'alaba qilgan Cumhur Kuomintang partiyasiga, Junhuamingo davlatiga, Jiang Zhejiang yani Jiang Zheshiga hurmat bildirish kerak. Yapon qarshi urushda mag'lub bo'lgan 320 ming qahramon, Yapon qarshi urushda vafot bo'lgan 320 ming qahramonga motam bildirish kerak. Ondan keyin deb davomlashtirdi Wang Kang apandi. Cumhur urush meydanida ittifoqlash bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlarini taklif qilib, Tinch okean urushining va Yapon qarshi urushining g'alabasini o'rtaq tabriklash kerak.
Cumhuriyet Partisi bunun aksi yolu ta'tiri besip, bemanilik ve en xatarlik bir qadamni taşıdı. Hem tarix sal qaradı, hem zaman doğrusida hata hüküm çıkardı, deydi Wang Kang efendi. Münazara qatnaşqan Qin Shao'nun efendi mundaq hesapladı. Bu yıl Kompartiya 2. Dünya Urushining g'alabasini tabriklab, harbiy parad o'tkazdi. Vaqt nozik bo'lib qoldi. Sabablar g'ayri bo'lib qoldi. Cho'ng sakrab ilgirlash siyosiy harakatida mag'lub bo'lgan mavzudan keyin harbiy parad o'tkazmagan. 1984-yil Deng Xiaoping o'zining siyosiy va harbiy qatlamda huquqni mustahkamlash uchun harbiy parad o'tkazgan. Bu yıl harbiy parad o'tkazishning hech qanday sababi yo'q edi. Uning ustiga Cumhuriyet Partisi va uning armiyasi hech qachon 2. Dünya urushining g'alabasini tabriklab harbiy parad o'tkazmagan. 2. Dünya urushining g'alabasini tabriklab harbiy parad o'tkazish bu faqat bahona sabab. Haqiqiy sabab kelsak, Reis Xi Jinping davlat ichi va davlat sirtidagi dunyoga huquqni qo'lga markazlashtirganligini takrorlamoqchi deydi siyosiy obzorchi Qin Pokong efendi. Savol qo'yaylik endilikda. Qin Shao'ning efendi Reis Xi Jinping har yillik yoki bu yillik davlat bayrami arifasida harbiy parad o'tkazish tamoman mumkin edi. Nima saqlab turolmadi? Nemişki 2. Dünya urushini xotirlaydigan bo'lib qoldi. Cumhuriyet Partisi 66 yildan bir 2. Dünya urushining g'alabasini xotirlab, harbiy parad va yoki g'ayri bir murosim o'tkazmagan edi. Endilikda nemişki shunday qiladigan bo'lib qoldi. Ya'ni nemişki 2. Dünya urushining g'alabasini tabriklash yuzasidan harbiy parad o'tkazadigan bo'lib qoldi. Reis Xi Jinping janobi. Siyasi ozor Qin Pokong mundaq hisobladi. Jungo Rossiyani yeniga tartib 2. Dünya urushining g'alabasini tabriklamoqchi bo'ldi. Aksicha Amerika bilan birlashib 2. Dünya urushini xotirlamaganligi vafoga jafo qilish, o'g'irni dada qilib olish deganlikdir. 2. Dünya urushi mezgilida Amerika Qo'shma Shtatlari Jungoni qutqazdi. Sovetlar emas, Sovetlar Jungoga ofat keldi. Territoriya va moddiy jihatga ziyonkashlikdan boshqa Marksizm, Leninizmni eksport qilib, millionlagan Jungolarga zahardi. Bugun Rossiya bilan Jungo bir-biridan foydalanib, bir-birini dastlab qilib ko'tarib, G'arb davlatlarini nishon qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari va G'arb dunyosi o'zini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lib o'tadi. Yuqorida muhokim va munozir jarayonida Xitoy ziyolilarining Rossiya bilan Xitoyning birlashib Moskvada Qizil maydonda harbiy ko'rak o'tkazib 2. Dünya urushining g'alabasining 70 yilligini xotirlamoqchi bo'lganligi to'g'risida bayon qilgan fikrlarni ko'rib o'tdi. Zada qandaq bir kuch bu ikki davlatni shundoq ko'rakka, shundoq birlashib qatnashishga zo'rladi. Rossiyaliklar nimani ko'zda tutyapti? Jungoliklar nimani ko'zda tutyapti? Amerika boshchiligidagi G'arb davlatlar Ukraina masalasi bo'yicha Rossiyaga embargo siyosati yurgizganda, bu siyosatning natijasi bugun oshkora o'ttirib chiqdimi? Qo'ygan savollarimizga bundan keyin bir-birlab javob beramiz vatandoshlar.